lekin mana shu 1 milliardni sizdan iltimos yillik 3 milliard qilib bersangiz. Juda ham murojaatim prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev Miromonovichga va Soliq qo'mitasi raisiga. Sizlardan iltimos qilib qolaman, biz tadbirkorlarga o'sha 1 yillik daromadni 1 milliard emas, 3 milliard qilib berishingizni men so'rab qolaman va tadbirkorlar nomidan so'rab qolaman. Aylamadan 1% soliq qilib berdinglar, juda ham zo'r bo'ldi. Biz bundan mamnunmiz. Juda ham xursandmiz. Haqiqatan ham zo'r. 1 milliarddan bu degani 10 million soliq to'lab, bemalol faoliyatimizni olib borishimiz mumkin. Lekin mana shu 1 milliard bizga juda ham kamlik qiladi. Biz 6 oyda biz 1 milliard to'ldirib qo'yishimiz mumkin. Menga misol uchun NDS bo'lish menga kerak emas, chunki men kichkina tadbirkorman. Yakka tartibdagi tadbirkorman. Menga aylanma ma'qulroq deb o'ylayman. Ayrim tadbirkorlarga ham shu ma'qul. NDSlik korxona bu 12%lik korxonalar bu katta korxonalarga yaxshiroq, ularga foydaliroq deb o'ylayman. Shu murojaatimni iltimos, murojaatimni qabul qilsangiz, mana shu murojaatim tadbirkorlarning nomidan sizga iltimosnoma bilan chiqyapman. Mana shu 1 milliardni, yillik 1 milliardni 3 milliard qilib bersangiz, juda ham boshimiz osmonga yetadi. Siz qilayotgan, olib borayotgan siyosatlaringiz, chiqarayotgan qarorlaringiz, farmonlaringiz juda ham biz uchun ma'qul kelyapti. Tadbirkorlarga agar ma'qul kelmaganda men tadbirkorlikni yig'ishtirib olardim. Bu narsani biladi tadbirkor. Maza qilib ishlaydi. Qaddini urib ishlasa bo'ladi. Men Xudoga shukr, mana ishlayapman. Chiqarib bergan qarorlaringiz asosida qonun doirasi bo'yicha ishlashga harakat qilyapman. Lekin mana shu 1 milliardni sizdan iltimos yillik 3 milliard qilib bersangiz, juda ham boshimiz osmonga yetardi. Murojaatimni qabul qilganingiz uchun, mana shu videoni ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Juda ham minnatdor bo'lib qolardik.